Bosganmiz. Onyx avtomobilimizga moy almashtirish xizmatlarimiz qanaqaligini video davomiga kuzatib olinglar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ham kelaverasizlar. Bosganmiz. Ha. Bosganmiz. Bosganman. Bosganmiz. 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 Hop, Onyx Tracker avtomobillari uchun maxsus moslamamiz bor. Paddonni tagiga qolib ketgan moylarini 100 gram 150 gram moyini so'ra oladigan xususiyati bor. Mana o'zingiz ko'rib olsangiz bo'ladi video davomiga. Bosganmisan? Bosganmisan? Bu avtomobilimizga Alpine 020 moyini taklif qildik. O'zlari ham shu moyda ma'qul ko'rdilar. Bosganmisan? 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 Ha. Bosganmisan? Ha. Bosganmisan? Bosganman. Onyx avtomobili moy almashtirganlari uchun bitta So'g'oy tumanlarini bonus qilib berdik. Mana kitobchasi aka. So'g'oy tumanini ham ko'rsatamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib kelaverasizlar. Manzilimiz Qarshi shahar, Dialog stadioni ro'parasiga, Lada salonni to'g'risida Lada servis bor, orqasiga razvas qisqartirish xizmatlarimiz ham bor. Olimpiya zaminida masalan qidirib kelaverasizlar. Chet darajasining shirliklari bilan bir devor hamsiya.